1, 2, 3. Mana o'sha qora qiyosoy sharsharasi. Mana qaranglar, voy nima deyapti deydi-yu. Hammaga salom, xudo xolasa bugun biz GoneFood komandasi bilan Oqtosh sharsharasiga boramiz va uni ikkinchi nomi qora qiyosoy sharsharasi bo'ladi. Kuzatib boringlar. Bugun 9-mart, adashmasam mart oyiga eslatib qo'yish kerak, o'sha bahor keldi. Hozir qaranglar, mana qaranglar, qor ko'pligini, voy, va biz o'sha keldik. Qaranglar, qor ko'pligini. Bunaqasini lekin men kutmadim. Bunaqasini, mana qaranglar. Qaranglar, qor juda ko'p. Va hozir biz agar qor bo'lmaganda bu yerda mashina yo'ldan ketardik. Hozir biz endi ancha yuramiz. 1-2 kilometrcha qo'shildi bizning anaqamizga. Lekin qor juda ko'p. Qora qiyosoy sharsharasiga kelayotganinglarda mana biz Daniyani ko'rasizlar. Sizlar bu yerdan o'tib, mashinada yana ozgincha yuriladi. Endi bizni qor ko'p bo'lgani uchun mashinani ancha orqada tashlab ketdik. 3 kilometrcha orqaroqda. Bu bemalol yengil mashinalarda ham bu yoqqa kelsa bo'ladi. Endi menda Gentra bor va Gentrada bemalol bu yoqqa kelganman. Mana bu yerda qanaqadir yo zona отдыха qurishyapti, yo qanaqadir anaqa turar joyi qurishyapti. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga qarashli Oqtosh 2 dam olish maskani va mana bu yerda kottejlar bor ekan. 6 kishilik, nariyoqlarda 3 kishilik. Endi narxlari keladigan bo'lsa, narxlari o'tgan yili mana kottej 6 kishilik 980 ming ekan, 3 kishiligi 450 ming 380 ming atrofida ekan. Lekin tabiat yomon emas. Endi men uchun to'g'risi aytganimda qaysidir joyga borib, chodirlarda, palatkalarda tunab qolgan ancha zo'rroq. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Endi bu как informatsiya berdim. Mana hozir biz qora qiyosoy sharsharasiga ketyapmiz deb, bugun 9-mart. Endi qor bo'ladi deb o'ylamadim, lekin qorni urminini qaranglar. Mana turibmanmi? Mana 9-martdagi ahvolini ko'ryapsizlarmi? Hali yana bu yerdagi xodim bor. Mana Oqtosh 2 o'sha dam olish maskanini yonidagi xodim aytdilar deb, bu hali erigan edi dedilar. Kecha mana bundoq edi deyaptilar. Tasavvur qilasizlar, qorni qaranglar qanaqa ko'pligini. Bu yil lekin qor unaqa ko'p yog'madi-yu, lekin martga yaqin juda ko'p yog'ardi. Shunaqa gaplar. Mana qora qiya, bu yerda uchadigan qushlarni haqida ma'lumot. Va mana bu joyga ahamiyat beringlar va kuzda kelganda mashinani bu yoqqa qo'yuvdim. Poxodimizni endi boshlayapmiz. 9-mart, lekin qor ahvolini qaranglar, qor juda ko'p. Mana. Qaranglar. Voy, mana qaranglar, qor ko'pligini. Mana biz qora qiyosoydagi o'sha mashhur joyga keldik. Mana bu truba. Bahorda kelsanglar, bu yerda hamma yoq suv juda kuchli bo'ladi va pastroqda o'tgan yili ko'prik qilishdi, o'tishga oson bo'lish uchun. Chunki soy odamlarni anaqa qilib yuboradi, oqizib yuboradi-da, bahorda imенно kuchli paytida kelsanglar. Va ba'zilar даже mana temirni tepasidan ham o'tishgan edi. Tabiatga endi bitta baho berib qo'yinglar. Mana men turgan joy suv turba masjidga olib keladi, masjid yig'adi-da, keyin olib ketadi. Hozir qor bo'lgancha ko'rinmayapti. Tabiat lekin zo'r, juda chiroyli. Mana o'sha ko'prik, mana bu yerda turgan ekan, qaranglar. Mana o'sha ko'prik suvda, soyda. O'zi sal teparoqda edi. Keyin bu yoqqa ham qo'yishdi, joyini o'zgartirib. Xudo xolasa bahor oyida yana joyiga qo'yib qo'yishsa kerak. Agar sizlar bu sharsharaga kelmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, общий kilometraj borib qaytish 3 ta sharsharani ko'rish bilan shunda o'rtacha 7-7,5 kilometr chiqadi, lekin bu safar bizda ko'proq, endi qor ko'p bo'lgani uchun mashinada kela olmaganimiz uchun. Va sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bu toshni eslab qolinglar, orasi bo'lingan. Bu yoqqa kelayotganinglarda o'ng tarafida ko'rinadi. Mana buni orqasida yana bitta katta tosh bor va mana bu manzarani eslab qolinglar. Xuddi shu manzaraga agar sizlar bahorda kelsanglar, shunaqangi chiroyli joyi bo'ladi. Bu yoqlar bahordachi, bu yoqlarchi hamma yoq gullaydi-yu, gullaydi. Agar sizlar men Telegram kanalda tashab qo'ygan trek bo'yicha keladigan bo'lsanglar, qora qiyosoy sharsharasiga, mana bu tog', bu tog'i bu yoq tarafida ikkita katta sharshara bor, birinchi va ikkinchi sharsharalar. Va buni bu yog'ida, bu tog'i orqa tarafida 3-sharshara bor. Mana har doimgidek treklar mana GoneFood degan Telegram kanalimda bo'ladi. Mana biz oxiri o'sha qora qiya sharsharasiga keldik va bu sharsharani
orqasida ikkinchi sharshara bor. Mana bu yoqdan chiqiladi-da. Mana bu yerdan buni orqasida sразу ikkinchi sharsharasi bor. Bemalol bahor oyida kelishinglarni juda tavsiya qilaman va bu yerda bemalol даже piknik zonalar ham bor. Qaranglar, oqishini toza zilol suvi. Maza qilib aytmoqchi, buni ichsa ham bo'ladi. Nimaga qora qiyasoy sharsharasi deyiladi? Endi meni taxminimga keladigan bo'lsak, ahamiyat bersanglar, mana bu joylarda hammasida qiyaliklar va qiyaliklar, qoyalar va bular qora ko'rinadi bu yerda. Kamerada yaxshi ko'rinmayotgandir, lekin bu yerda qora bo'lib ko'rinadi. O'shaning uchun meni taxminim bo'yicha qora qiya soy sharsharasi. Shunaqa gaplar. Nimaga biz ikkinchi va uchinchi sharsharaga bora olmadik? Xo'p, birinchi sababi biz tayyorgarchiliksiz keldik. Qaysi ma'noda? Men o'yladim, bu safar qor bo'lmaydi, bahor bo'ladi deb o'yladim, lekin katta adashdim. Qorni ko'ringlar, uruminini qaranglar. Mana ham, botinkam, mana qaranglar, yana kiradi. Yana kiradi. Bossa почти tizami yarmigacha kelib turibdi qorni balandligi va qor endi 9-mart-ku. 9-mart bo'lganida ham bu juda ho'l qor. Mana qaranglar, mana qaranglar. Mana qaranglar. Yopishqoq va sirrazu ho'lligi bilinadi. Mana qaranglar. Ho'l. Hamma yo'llari mana bu shalvarim endi bu bahorgi, yozgi shalvarimda ho'l bo'lib ketgan. O'shaning uchun chiqmadik. Xudo xolasa bahorda biz bu joyga yana bitta kelamiz-da va bahorgi obzorni xudo xolasa qilamiz. Mana hozir komanda bilan mana bu yerda Sardor aka va bu yerda Timur aka va biz mana bu ko'prikni suvda turdi, chetga qo'yib qo'ydik. Bu yerda endi mana bu ko'prik daraxtdan qilingan. Endi bu chirishi mumkin-da, suvda обязательно chiriydi va buguni kimdir mehnat qilib qo'yganda, turistlar bemalol soydan o'tmasdan, suvdan bemalol ko'prik ustidan o'tishligi uchun. Va o'shaning uchun ham biz ham o'zimizning hissamizdan qo'shib buni sal chetroq qo'yib qo'ydik va xudo xolasa bahorda biz turistlar bilan kelganimizda o'tib bemalol sharsharaga boramiz, sharsharalarga. Bilasizlarmi, piyoda sayohatlarni eng zo'r payti bu sizlar o'zingizlarni mashinangizga poxoddan, uzoq poxoddan qaytib kelganingizdan keyin va undan ham zo'ri o'zingizlar olib kelgan запасной kiyim, u eskisini yechasizlar-da, tayyor svejisini bitta kiyasizlar-da, oyog'imcha mak rahmat senga Yusuf do'radigan momenti-da, mana shu eng zo'ri bo'ladi. Va sizlar agar shu joyga kelmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, конечно, Trek, lokatsiya, Gonfood degan Telegram kanalda bo'ladi va agar sizlar biz bilan piyoda sayohatlarga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, unda xudo xolasa ro'za oyidan keyin aprel 2025-yilda xudo xolasa sayohatlarimizni, gruppovoy, jamoaviy sayohatlarimizni davom ettiramiz. Joninglar sog' bo'lsin. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib yuboringlar va obuna bo'linglar va xudo xolasa sizlarni sayohatlarda kutib qolamiz.